Assalomu alaykum. Quyidagi integralni hisoblaymiz. Integral 0 dan cheksizlikkacha x ning 7 darajasi ko'paytirilgan y ning darajasi minus x kvadrat dx. Yech. Bu integralni oson hisoblash uchun gamma funksiya xossasidan va ta'rifidan foydalanamiz. Gamma n teng integral 0 dan cheksizlikkacha x ning n minus 1 darajasi ko'paytirilgan y darajasi minus x dx hamda f n plus 1 n faktorialga teng. Berilgan integralni yozib olamiz. 0 dan cheksizlikkacha x ning 7 darajasi y minus x kvadrat dx. Quyidagicha almashtirish bajaramiz. Y barobar x kvadrat yoki x barobar kvadrat ildizi y. Bundan dx teng 1 taqsim 2 kvadrat ildizi ostida y dy. Teng integral chegarasi o'zgarmaydi. 0 dan cheksizlikkacha kvadrat ildizi ostida y ning 7 darajasi ko'paytirilgan y darajasi minus y hamda ko'paytirilgan 1 taqsim 2 kvadrat ildizi ostida y dy. Bu teng 1 taqsim 2 integral 0 dan cheksizlikkacha kvadrat ildizi ostida y ning 6 darajasi y darajasi minus y dy. Bu teng 1 taqsim 2 integral 0 dan cheksizlikkacha y ning kubi y darajasi minus y dy. Gamma funksiya ta'rifiga ko'ra bu 1 taqsim 2 gamma to'rtga teng. Va gamma funksiya xossasiga ko'ra 1 taqsim 2 gamma 1 plus 3 bu teng 1 taqsim 2 3 faktorial yoki 6 bo'lingan 2 teng 3. E'tiboringiz uchun rahmat.